Hozir men sizlarga uyda o'tirgan holatda qanaqa qilib pul topish yo'llarini o'rgatmoqchiman. Yo'llari juda ham ko'p. Ulardan bittasi eng taniqli yo'li bu logistika yo'nalishi bo'yicha pul topish. Ya'ni bu yo'nalishda sizga faqatgina telefon va internet kerak bo'ladi va siz bitta telefon orqali yuki bor odamga furasi bor odamni topib berasiz yoki furasi bor odamga yuki bor insonni ulab bersangiz bo'ldi. Shunaqa qilib uyda o'tirgan holatda bemalol boshqa ishlaringizni ham qilib, xuddi shu yo'nalishda ishlab pul topsangiz bo'ladi. Bilasizlar, hozir O'zbekistonga juda ham ko'plab biznesmenlar har xil yuklarni O'zbekistonga olib kelishyapti, bizneslarini qilishyapti yokida O'zbekistondan boshqa davlatlarga olib chiqib ketishyapti. Yuklarini u tomonga bu tomonga qilib tashuvchilar ko'payib ketgan. Siz aynan shular orqali birgalikda ishlab pul topsangiz bo'ladi. Va logistika yo'nalishi bo'yicha men faqatgina Safinzadasga ishonaman va ularni sizlarga 16-marta уже tavsiya qilyapman. Shuning uchun agar kim logistika yo'nalishiga qiziqsa va uyda o'tirgan holatda pul topgisi kelsa, ayol kishi bo'lasizmi, erkak kishi bo'lasizmi, farqi yo'q. Bemalol Safinzadasga aloqaga chiqishingiz mumkin. Logistika kurslari уже ochildi. Siz ham bemalol yozilib o'rganib olishingiz mumkin mendan o'tgan insonlarga. Safinzadas har doim pulli yutuqlar ham qilishadi. Shuning uchun ham bilim olasiz, ham pulli yutuqlarni ham yutib olishingiz mumkin. Safinzadasni juda ham ko'pchilik taniydi, chunki shu paytgacha уже 16-marta tavsiya qilayotgan bo'lsam, mendan o'tgan insonlar allaqachon уже daromadga chiqishgan. Shuning uchun siz ham bemalol Safinzadasga aloqaga chiqishingiz mumkin.